Kelinglar, hammamiz birga qadah ko'taramiz. Yo, ichmaganimiz ma'qul. Men ichaman. Men ham tayyorman. Yo'nu, yosh bo'lsang ham ichishni bilarkansan. Ichamizmi? Yo'nu, sekinroq ich. Bo'lmasa mast bo'lib qolasan. Mast bo'ladimi yo'qmi senga nima? To'g'ri aytding. Shunchaki go'sht juda mazali ekan. Ichkilik o'z-o'zidan ketyapti. Nega buncha tinmay jilmayadi? Unday bo'lsa yeb ishni davom ettiramiz. Sen nega burningni suqasan? Yo'nu, yana quyib beraymi? Yo'q, boshqa icha olmayman. Mast bo'lganimda doim bir ish qilib qo'yaman. Men har safar Bas qilinglar! Kechki ovqat tugadi. Nega o'tiribsan? Tur ketdik. Seni uyingga kuzatib qo'yaymi? Yo'l-yo'lakay dizaynlarini muhokama qilishimiz mumkin. Yo'nu xonimni uyiga kuzatib qo'yishga va'da bergandim. mayli, roziman. Aslida sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Lekin ovora bo'lasiz-da. Men mashinada kelganim uchun ichmadim. Direktor, biz ham uyga ketaylik. Xo'p, shundoq ham ketaman hozir. Nega menga yopishib olding? Ey, jamoaviy kechki ovqatlar bo'lmaydi. Jahlim chiqib ketyapti. Tushunmadim. Nega yashirinyapman? Hey!